Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek bugungi videomizda populyarnisa top o'rindagilarni akkauntini ko'rib chiqamiz va oxirida ultrani ham akkauntini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Makralicha birinchi o'rinda Atroniki ekan. Qani akkauntini obzor qilaylik-chi. Bu ham yangi ultimate va Akimni full qilibdi. Full qilgan ekan. Sumkasi ham 3 ta AU, 3 ta to'rsinat qo'ygan ekan. Uni erpisini ko'ramiz. Bu 10-sezonda o'ynagan ekan. Bo'lini ikkinchiga ham o'tsa bo'ladi. 12 milliard populyar tashlabdi. Ikkinchiga o'tamiz. Ikkinchisi Barishchi turgan ekan. Bu ham yangi ultimate sumkasini olibdi. Yaxshi. Skarel tashlamay turdi. Skarel qo'lqop, Avem 406lar, Emigramatur va Skarel bilan Tapilga Bugatti'ning 3 taligini olibdi. Keyin Baggini ham, keyin Yo'lbars. Bu erpisini skrin qilib qo'ygan ekan. Chiqamiz. Bitta populyarcha tashlab chiqamiz. Va 3-da turganini ham ko'ramiz. 3-da bir arab turgan ekan. Akkauntiga kiramiz. Bu menga yoqadigan qora set va Bebni tapishkasini olgan ekan. Bu 3 ta Akim, 2 ta 406 bor ekan va moshilla. Mefetskiy moshilla. Buni erpisi 2-sezonda o'ynalgan. Bo'ldi, bundan ham chiqamiz. Endi 4-siga kiraylik-chi. 4-sida ham arab turgan ekan. Bu ham 3 milliard tashlagan populyarni. 4-siga kirsak, bu ham yangi ultimate olibdi. 2-sezonda hamma setlari Godzilla. Yana 3-level bu Godzilla eng old set. Menga yoqadi. Godzillaning tapilkasi. 2-sezon 406 Scar. Menga yoqadigan hamma narsa. Bunga ham populyar tashlab qo'yamiz. Qani bu? Endi 5-siga o'tamiz. 5-si bu ham arab ekan. Faqat arablar yig'ilganmi? Top o'rinlarda. Qani bu ham yangi ultimate Akimlarni olibdi. Uni perchatkasini ham olibdi. Avem, Amir 3 ta Akimni qo'ygan ekan. Qush ham bor ekan. Keyin bu erpisi S4 dan o'ynalgan ekan. Bunga ham bitta populyar tashlab ultrani akkauntini obzor qilishga o'tamiz. U ultra adashmasam 45-o'rinda edi.
aytganimdek 45-o'rinda. Bu ham yangi Ultimate hakimlarni full qilgan videosini ko'rgan bo'lsanglar, ko'rsatgani ham olgan. Keyin bu Yumpi yangi arja 406 Scar, 406 tapilkalarni qo'ygan. Bugatti, ikkita Bugatti, bitta Paganini qo'ygan. Erpsi is 3 dan o'ynalgan 53 bo'lgan. Bunga ham bitta populyar tashlaymizdan videomizni tugatamiz. Shu bilan videomizni shu yerda to'xtatamiz va obuna va like, komment yozib ketinglar iltimos. Agarda 100 ta like bo'lsa, keyingi qismi ham chiqadi albatta.